Respublikamiz bo'ylab o'tkazilayotgan yoshlar o'rtasidagi giyohvandlik va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olish oyligi doirasida 2026-yilning 8-aprel kuni Buxoro shahar bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan maxsus tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida Buxoro shahar Mahmud Arobiy mahallasida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaroning harakatlari shubha uyg'otganligi sababli uning yashash xonadoni ko'zdan kechirildi. Tekshiruv jarayonida ushbu xonadondan qora rangli polietilen paketga solingan o'tkir hidli yashil rangli o'simlik moddasi topilib, xolislar ishtirokida tegishli tartibda hujjatlashtirilib olindi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, topilgan ashyoviy dalil quritilgan holdagi sof vazni 17,69 grammni tashkil etuvchi marixuana giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlandi. Fuqaro ushbu giyohvandlik vositasini kelgusida sotish maqsadini ko'zlamasdan qonunga xilof ravishda saqlab kelgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham shubhali shaxslar, ularning nojo'ya xatti-harakatlari yoki shubhali faoliyat haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram botiga yoxud ekranda ko'rsatilgan kol markaz ishonch telefon raqamlariga xabar berishingizni so'rab qolamiz.